Ko'pchilik qiladigan xato. Issiqko'l, ya'ni kalsiy xlor, kalsiy glukonatni shamollashni davolash uchun ishlatishadi. Aslida bu dorilar hech qanday shamollashni davolamaydi va yana farzandni rejalashtirish uchun ham bu umuman yordam bermaydi. Turmush qurayotganda yoki farzandni rejalashtirayotganda issiqko'l olish hamma shamollashlarni olib tezroq homilador bo'lishga yordam beradi deb o'ylashadi. Yoki shamollashda issiqko'l olganda tezroq tuzalaman deb o'ylashadi. Aslida bularning barchasi xato fikrlar. Issiqko'l, kalsiy glukonat, kalsiy xlorlar odatda kalsiy yetishmovchiligida sudirgisi bor bemorlarga allergik reaksiyalar, allergik toshmalar toshgan paytda beriladi. Kalsiy glukonatni organizmga yuborganda kuchli qizdirib isitganligi uchun xalq orasida issiqko'l deyishadi. Aslida esa bu qizdirib isitgani kalsiy glukonatni nojo'ya ta'sir hisoblanadi. Davolovchi ta'siri emas. Bu dorilar farzand ko'rishga yoki shamollashni davolashga hech qanday yordam bermaydi. Mana shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.